alaykum hammaga. Kim qancha ko'taradi shouimizni bugun 4-soni. Mehmonimiz Oyatullo. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bizda mana bunaqa hamma narsa maksimalniy bo'ladi. 3 ta упражнение ishlaymiz. Jim, turniy и bitsepsga. Hammasidan maksimalniy ko'tarish kerak bo'ladi. O'zingizni tanishtirib qo'yasiz. Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Meni ismim Oyatullo. Men o'zim yoshligimdan professional erkin kurash, ya'ni volley barbar bilan shug'ullanib kelaman va hozirda 2022 dan beri shu fitness sohasiga kirib, o'zimni powerlifting sport sohasida o'zimni sinab ko'rmoqchi bo'lib, qatnashayotgan ham trener, ham atlet bo'laman. Bo'ldi aka. Nimadan boshlaymiz? Birinchi jim? Jimdan boshlaymiz. Birinchi jim, ha? Bo'ldi. Birinchi razmika qo'yamiz aka. Birinchi razmika qo'yamiz. Birinchi pustogriffda bir 40 ta urib razmika qo'yamiz birinchi podxodga. Bo'ladi. O'zingiz vesingiz qancha aka hozir? Meni aktualniy vesim, xo'p, hozir shu powerlifting kelgandan keyin ves oldim. O'z aktualniy vesim 80 kg bo'lsa, 80 kg da men kurashda qatnashib kelardim. Powerliftingga vesimni 90 kategoriyaga ko'tardim. Hozir aktualniy vesim 88 kg chiqadi. 88. Trenerishniy ves o'zimning 88. Qanchadan qo'shaylik? Xo'p, hozir 20 dan tiqaylik. Srazumi? Da, bo'laveradi. 20 dan tiqib ikkinchi marta ishlaymiz. Buni o'zi 20 mi? Ha, bu 2 kg get raznica qiladi. 18 kg. 20 ga yuriladi-yu, 18 chiqadi o'zining sof. Hozir shunda 58 ekan-a bu yerda. Aha, 58 o'qiladi. Nechta turamiz? Так, значит, ikkinchi podxod bo'lyapti. Bu razmishniy podxod. 10 tursa ketadi. Uch beram. O'zim olib qo'yaman, bu razmishniy podxodda. Xo'sh. Nima? Podxoddan podxodga, misol uchun endi hamma har xil hisoblaydi-yu. Dam olishda biroq 3 minut deydi, biroq 5 minut deydi. O'zi qanaqa bo'lish kerak? Podxoddan podxodga qancha dam bo'lish kerak? Xo'p. Podxod orasida dam olishlikni odam o'zining pulsiga qarab qilish kerak. Ba'zi trenerlar aytadi, podxod orasida dam olish 1 minutga yetmasdan, ya'ni 30 sekundda sразу ishlab olish kerak, chunki dam olib qoladi organizm, keyin mishsada o'smay qo'yadi deydi. Ba'zi trenerlar podxod orasida dam olish 1 minutdan kam bo'lmasligi kerak, ya'ni 1 minutda yo'qsa biragilar даже 5 minutda deydiganlar ham bor. Buni o'zi aslida podxod orasida dam olishlik o'zi odamning pulsiga qarab o'lchaniladi. Ya'ni qansirash yo'qmi, charchoq yo'qmi, o'zi vasranayt bo'ldimi? Hammaning organizmi individualniy, hammaning o'ziga yarasha bo'ladi. Shunga qarab, pulsiga qarab yana ishlanaveradi. Ishlagingiz kelganda o'zi ishlash kerak, ha? Qanaqa da, o'zini nimasiga qaraydi, stenasiga qaraydi. O'zi vasranayt bo'ldimi, keyin podxod tayyormi? Vaqtiga qarab ishlasa bo'laveradi. Mana hozir gapirayotganda Hamsurab gapiryapti-yu, albatta tayyor emas. Ko'pchilik trenerlar 30 sekund dam oladi deyapti-yu. Shunga men aytib qo'yay. Misol uchun prizdaniya qilayotganda 100 kiloda prizdaniya рабочий bo'ladimi, 150 kilo bo'ladimi? 100 kiloda prizdaniyalar 10 marta o'tirib turiblar, 10 sekunddan keyin bir aylanib kelib, yana qilaman desa, уже ko'ngli aynib ketadi. Shuning uchun nima veslarda mana bunaqa ba'zi упражненияларni iloji boricha ko'proq bu yoqqa aytmoqchi, o'z damangizni tayyormisiz? Shunda boshlash kerak deb o'ylayman. Agar qancha qo'shamiz? 10 kilodan qo'shsak bo'ladi. 10 kilodan 20 kilo ya'ni o'sha. Iloji boricha bizga maksimal og'ir ishlashingiz kerak, shuning uchun ko'p ishlash shart emas. Xo'p. Повторение 6 ta qilamiz bunisida. Bo'ladi. Mush. Qanchadan qo'shaylik? Tak, hozir bizda 30, 60, 78 kilo bo'lyapti ekan. Yana 10 kilodan qo'shsak, yana 10 kilodanmi? Hozir mana shunday turishiga 80 hisoblayverib, oxirida chiqarib yuboramiz-da. Shunda, xo'p. Hozir qancha o'qilyapti? 100 bo'ldimi? 30, 40, 98 bo'lyapti. 98 ni bitta uraylik-a. Mana shuni 3 ta urasizmi? 3 ta uramiz. Keyin уже maksimalga yo'lsa bo'ladi. Siz men Instagramda ko'rib qoldim. Adinaqa sushka qilyapsiz-a? Xo'p. Qanday qilib olasiz? Sushka bilan ozishda nima farqi bor? Xo'p, biznikilar, ya'ni sportga yaxshi kirishmagan, o'zini bitta narsani razbasa qilmagan odamlar, sportga yangi kirgan odamlar buning o'zini farqiga bormaydi. Pохудение bilan, ya'ni ozish bilan sushkani ikkalasini bitta narsa deb o'ylaydi. Lekin ikkalasi juda katta farq qiladi. Masalan, ozishda o'zingiz pitaniyangizni o'nglab, zal qilmasangiz ham ozaverasiz. Pitaniyangizni, ya'ni defitsit kaloriya qilsangiz yetarli. Defitsit kaloriya nimani hisobiga qilishning farqi yo'q. Ozishlikda. Endi siz sushkaga o'tdingizmi? Sushka уже более профессиональный похудение bo'ladi. Unda в основном
mышsalarni biz maksimal ushlab qolishga harakat qilamiz, ya'ni o'zimizda qoldirib qolamiz va faqat yog'ni hisobiga esa tashlaymiz, jirni hisobiga ya'ni. Uni qanday qiladi? Sushkada 3 ta makroelement bor, в основном. Belok, jir, углевод. Uchalasiga qaraydi и bazaviy metabolizm, ya'ni bizda BMR deb qo'yadi, odamning bazaviy metabolizmi bo'ladi. Ya'ni odam o'zini qanday desa bo'ladi? Dam olish holatida, masalan, hech narsa qilmaydi, yashayotganligi uchunla uni miyasi, ya'ni oshqozon hazm olish sistemasi, yurak urib turishligi, da ko'z ko'rishligi, miya o'ylashligi asosiy qiladigan bazaviy metabolizm degan narsa bor. Ashuni kaloriyasini hisoblaydi. U hammada individual o'lchanadi. Masalan, допустим, meniki 1800 desa bo'ladi. Men o'lchagan 1800. Xo'p, endi TDF deb qo'yadi, u BMR ni ustida, masalan, biz zalga kelib 2 soat kardio qilamiz. Kelib turib, yani silovoy ishlaymiz, maktabga borib o'qiymiz, masalan, допустим, o'quvchilar. Bozorga borib tirikchilik qiladi. Ashlari уже bazaviy metabolizm ustiga qo'shiladigan aktivность bo'ladi. U qo'shilsa, допустим, 1000 kaloriya, 2800 bo'lyapti. Biz ashuni hisoblamasdan o'zimiz bazaviy metabolizmdan pastroq yesak, уже sushkaga kirilaveradi. В основном 3 ta makroelement bor: belok, jir, углевод. Ashuni hisobiga sushka qilamiz. Bu yerda, xo'p, bizga belok, jir, углевод nima kerak? Shuni ko'pchilik tushunmaydi. Belok bu biz tilda oqsil. Oqsilni biz mышсalarimizning ozuqasi, ya'ni biz mышсalarimiz o'sish uchun ishlatiladigan makroelement, eng kerakli. Bu bizga sushkada umuman zarar yetkazmaydi. Qayerdan bizni ishtahamizni, oshqozonimizni, ya'ni to'q tutib beradi. Foyda только sportsmenlarga eng kerakli bo'lgan makroelement. Углевод bu bizga mышса o'sishga umuman yordam bermaydi. Afsuski, углевод только energiya uchun. Ya'ni odam o'zini yaxshi самочувствие, zalga kelib, nima bo'ladi, harakat qila olish uchun. Masalan, углевод defitsit bo'lsa, odam уже oldingidek harakatlana olmaydi. Silovoy tushib ketadi, настроениyaga повлиять qiladi, stress bo'lib qoladi, kortizol gormoni ko'tariladi. Qo'shni. Углевод eski bo'lsa. Shuning uchun sushkadagi odamlar qarasangiz, постоянно nervni bo'lib beradi, o'sam stressga bo'lib chidolmaydigan bo'ladi. Ya'ni ozgina stress tushib qolsa, kelishib ketadi. Shunaqa yerda ancha sushka qilayotgan atletlarga sushka jarayonida juda qiyin bo'ladi. Jir, bular bizda gormonlarning ishlashligi uchun eng kerak bo'lgan moddalar. Jirlarni ham ikki xilga bo'linadi: полезный, ya'ni вредный. Uni biz qayerdan bilsak bo'ladi? Xolesterin analiz topshiramiz. Xolesterin analiz topshirsak, плохой xolesterin, полезный xolesterin degan ikkita analiz bor. Uni любой laboratoriyaga borsanglar ham chiqadi. Полезный xolesterinni biz nimadan olamiz? Tuxumning sarig'ida bor. Juda полезный yog'lar. Baliqlardan olsak bo'ladi va har xil go'sht mahsulotlarini o'zimizga kerak bo'lgan yog'lardan, ya'ni illik, pillik, ashna narsalardan olsak bo'ladi. Yong'oq har xil. Уже вредный xolesteringa bizni o'sim ishlatadigan, afsuski, shuni ko'pchilik tushunmaydi. Biz hozir oilalarimizda ham ishlatadiki, подсолнечный masla deb qo'yadi. Yo'sam semishka yog'i deb qo'yadi. Shu yog'ni sostavini yaxshilab izchot qilib chiqsa, sostavida 30% sof yog' chiqadiki, chiqsa, u yog'i уже ximika. Sostavini hech kim bilmaydi. O'zi sof yog', masalan, biz zaytun yog'ini aytsak bo'ladi, olivka masla deb qo'yadi. Borib so'rasanglar, 200 mg 500 so'm atrofida turadi. Originalni olsanglar. Bu yerga biz olayotgan yog'lar 5 litr 500 so'm. Kilosining farqi bor. Shuning uchun yog' yeyotgan yog'larga ham bir e'tibor qo'ysak yaxshi bo'ladi. Shular bilan sushka в основном, endi siz aytganingiz, hozirgi aytganingiz polniy sushkan narsalar. Sushka narsalarida. Endi ozish qanaqa bo'ladi? Ozishda, masalan, ozishda gamburger bilan olsa ham bo'ladi, osh bilan olsa ham bo'ladi, любой fast food bilan olsa ham bo'ladi. Yoki hech narsa yemay qo'ysa ham ozib ketadi. Ozishda odamlar mышный massa degan narsa tushunib umuman bo'lmaydi. Butun, ya'ni tarozidagi vesni tushirishadi, tanasida o'zini kichkinaganini ko'radi. Ozish bilan sushkaning farqi juda katta. Masalan, qanday tushuntirsam bo'ladi? Ikkita odam bor, ikkalasi ham, допустим, bittasi 100 kilo, nargisi ham 100 kilo. No bittasi semiz, bittasi suxoy, relyefniy. Ko'ringanda ikkalasi, bittasi juda katta ko'rinadi, bittasi kichkina ko'rinadi. Bittasida chunki to'lka yo'q, bittasida suxoy mushti emasda. Sushka qilganida tana kichkinamaydi, qayerdan katta ko'rinaveradi, yo'q ketadi. Oziganda kichkinayadi-yu, lekin mышцаga umuman e'tibor berilmaydi. Shu ikkalasi farq qiladi aslida. Yana bitta narsani aytib qo'yaman. Bu bola menga o'xshab necha dedingiz? Men 2 oy ichida 115 kilodan 75 kiloga sushka qilib vez ozganman. Bu yoq 115 dan 75 ga shundan qancha bo'ladi? 40 kilo bo'ladi. Bu yoq 40 kilo 2 oyda ozibdi. Men 4 oyda 55 kilo. Shuning uchun bir-birimizga yaxshi kelishib topib oldik. Ozish deganda, sushka bilan ozishda ozish bo'lsa, misol uchun semiz odam deyapti-yu. Shu odam prosta kichkinayib qoladi, bo'ldi, ozganda. Qoni ham mashvash turadi, yelkasi ham mashvash turadi. Prosta ob'yom kichkinayib qoladi. Mana shu qanaqa ko'rinishda bo'lsa, xuddi shu ko'rinish, faqat kichkinaroq bo'lib qoladi. Bo'ldi. Bu ozish bo'ladi. Sushkada navarot bo'ladi. Sushkada yelkalar kattayadi, qorin kiradi,
полностью bo'linib O'ni relefli estetikniy tanaga egasiga bo'lib qoladi shunda. Sushkada tana taliya kichkinayadi, ya'ni yog' hisobi. Chunki biqinda bizda mышцалар juda косовой mышца deb qo'yadi. Ular uncha katta rivojlanmaydi. Uni ishlash uchun juda katta mehnat kerak. Shuning uchun bizda sushka qilganda taliya kichkinayib, yelka taraflama, ko'krak taraflama kattayishni boshlaydi. Chunki u yoqda mышцаларimiz bor. Mышцаларimiz ashi bo'yicha qolib, qayerdanki bu yoqda sushkaga yana qo'shimcha rekompozitsiya degan tushuncha bor. Rekompozitsiyada biz kunlik kaloriyamizdan defitsit qilamiz, 200 kaloriya, 100 kaloriya. Умеренный defitsit qilamiz, ya'ni juda oz. Va belokni biz juda ko'taramiz. 3 grammgacha ko'tarib olsak ham bo'ladi, 4 grammgacha ko'tarib olsak ham bo'ladi. Uglevodni 2 gramm-4 gramm odamning o'zini kunlik tartibiga qarab bo'linaveradi. Jirni biz gormonlar yaxshi ishlashligi uchun 0.5 grammdan 0.8 grammgacha bo'lib olib qolsak bo'ladi. Ayol kishilarda bu yerda nimasi bor? Bitta nyuansi bor. Ayol kishilardagi 1 gramm bo'lishi kerak обязательно jir. Chunki ayol kishilarga gormonlar bizdan ko'ra ko'proq kerak. Ularning organizmi bizdan farq qiladi. Shuna bo'ladi rekompozitsiyalar. Rekompozitsiya nima deb tushunmasanglar, qanaqa bo'ladi? Yog' ozayadi, mish nimasi o'sib, o'sadi. Ashuna hisobidan ves qo'shilib kichkinayib ketishligi mumkin. Misol uchun rekompozitsiya ikki xil bo'ladi. Ham katta moshli bo'lgan odam vesi kichkinayaveradi, lekin kattayishligi mumkin. Ikkinchisi ves tushaveradi, veski ko'payaveradi, kichkinayib ketishligi mumkin. Ikki xil bo'ladi. Shuna bo'ladimi? Shuna bo'ladi. Yo'q, to'g'ri. Boshlaymiz unda. Ma'lum qolyapmiz. Bizda hozir 98 kilo, 100 kiloga yuradi. 3 ta 3 ta olib qo'yamiz. Bismillah. Qancha? Yana 10 dan qo'shamizmi? Xo'p, yana 10 kilodan qo'shsak bo'ladi. Yana xo'p, o'zimni musobaqalarim haqida aytib ketsam, powerlifting sport turi bo'yicha men hozir shu paytgacha ikkita musobaqada qatnashdim. Birinchi musobaqam avgust oyida, avgustning oxirida bo'lib o'tdi, 24-25-avgustlarda. O'zimiz Iloz aka, men powerlifting sport turi bo'yicha va fitness turi bo'yicha meni ustozim bo'ladi, Iloz aka o'zimizni. Ashna zalida bo'ldi. Birinchi musobaqam powerliftingni o'zi podдержка qilib, o'zi tushuntirib o'rgatib turdi. U musobaqada xo'p, birinchi podxodda 90 kilo, ikkinchi podxodda 100, uchinchisida 117.5 oldim va 90 kiloda birinchi musobaqamda birinchi oltinni oldim. Va absolutkada ikkinchi o'rinni oldim bu musobaqada. Xo'p, ikkinchi musobaqamda уже birinchi popıtkada 100 kilo, ikkinchi popıtkada 110, uchinchi popıtkada 127.5 kilo oldim. Mana yaqinda bo'lgan edi. Bu musobaqamga Xudo xohlasa 2 hafta bo'lib bo'lmadi. Yaqinda bo'lib o'tdi. Shunda eng ag'iri 127 ishlagansiz. 127.5 men hozircha rekordim jimda ashi bo'ladi. Bitta ko'tarishga. Na maksimal. Yo'q, natural asharini hisobga olamiz. Bizniki как nima desam bo'ladi? Bizga o'zi professional. Hozir men powerlifting bilan erkin kurashda kilosini teng olib ketaman. Erkin kurashda bizda strogiy doping kontrol bor. Hamma yo'l pod kontroli bo'ladi. Men yoshligimdan o'zim barba bilan shug'ullanib kelganim uchun bizda постоянно fizik nagruska bo'lib turgan yoshligimizdan. 6 yoshimdan shug'ullanaman o'zim barba bilan. Turnik, brus, jim na постоянно bo'lib kelgan. Потому что ashunga qarab hozir jimim meniki yaxshi. Jim lekin yana bitta nima taraf bor. Hozir siz 135 urib qo'yishligingiz ham mumkin. Chunki u yerda haligiga nimalari yo'q, qonunlar yo'q. Urug'lar sirasi chiqarishsiz bo'ladi. U yerda ushlab turishingiz kerak-ku 40 sekundda. Shuning uchun dolisi bugun 140 da kutamiz. Harakat qilamiz. Sirasi 10 dan qo'shishsa ag'irmasa? Yo'q, qo'rsak, Xudo xohlasa aqlim yetyapti. Shunda 128 kilo bo'lyapti. Meni oxirgi musobaqamdagi 128 bo'lyapti. 128 bo'lyapti. 98 bo'ldi. 120 qo'shildi, 118. 128 bo'lyapti. Hisoblang. Hozir qancha edi? 98 edi, 20 kilo qo'shilyapti. 118. Da? 108, 118. To'g'ri. 118 kilo bo'lyapti ekan. Buni 118 bitta turamiz-a? Bo'laveradi. Bittaga ursak bo'ladi. Prinsipda. Uch taxlab turaylik, bismillah. Moshni ketdi. Dolisi 128, 130 ham ketar ekan, ichida damasak. Qanchadan qo'shaylik? 5-5 mi yo, ya'ni 10 qo'shib yuborsak haqida. Xo'p, hozir 118 bo'lsa, yana 5-5 dan qo'shaylik, 128 kilo bo'ladi. Hozir naturalga formangiz yaxshi ekan, ancha. Zo'r. Bo'yingizga qanaqa sportivniy pitaniya maslahat berasiz? 3 ta o'zingizga, misol uchun, ulardan boshqa sportivniy pitaniya icha olmaysiz. Umrda oxirigacha. 3 ta. Xo'p, na постоянку bo'lsa, men 3 ta vitaminni, прям начинающий atletlar yoki professional уже постоянно ichadigan 3 ta vitamin bor.
birinchisi protein. Proteinni odam o'zini tseliga qarab bo'laveradi. Ya'ni masalan menga o'xshab sushka vaqtida bo'lsa, izolyatsiyaga qarash kerak. Sahri более низкий и жирность более низкий variantini olib qarab ichadi. Endi просто o'zi uchun для себя как oqsil to'ldirishlik maqsadida ichsa, proteinni любой vidini o'ziga yoqgan mazasiki, xohlagan brendini olib ichsa bo'ladi. Главное оригинальный и gramlar aldamash kerak bo'ldi. Xo'p, bu birinchi sport ya'ni protein. Ikkinchisi silovoyda oshib turgan обязательно kreatin. Kreatinni mana gidrada yaxshi. Chunki tanada misollarimizni suv ushlab beradi. Ashuni hisoblaymiz, og'irroq vес ko'tara olamiz. Uchinchisi обязательно kerak bo'lgan vitamin multivitamin kompleks. Bu bizga yetishmagan vitaminlarni o'rnini to'ldirib turadi. Odamlar bo'shashishlik, holsizlanish, quvvatsizlanish bo'lgan narsalarda hammasi defitsitni ko'tarib, odamda trenirovkaga bo'lgan mas'uliyatni xohishni ko'tarib turadi. Rahmat. Eshitdilar, 3 ta protein, kreatin, multivitamin. Endi hamma trenerdan so'raymiz buni. Xolos endi boradiganlarimizdan ham so'raymiz, borganlarimizdan ham so'radik. 3 ta, shu 2 tani aytdi, uchinchisida trenerlarda o'zgarib qoladi. Kimdir bitsa deydi, kimdir pre-train deyapti. Sizniki shu uchinchisi multivitamin kompleks. Bu juda zal qilmayotgan odamlarga ham kerak. To'g'ri. Ayniqsa hozirgi yoshi 40 dan o'tgan bizni hojilarimiz, hoji otalarimiz ashlarga ko'pincha kerak bo'ladi, chunki ularda bizga qaraganda biz hozir o'zimizni eng pik formalarimiz yurgan payt, ya'ni 20-15-25 yoshdagi erkak qizlarga aytilayotgan narsa. O'sha undan o'tgan odamlar o'zida holsizlanish, bo'shashlik his qiladi. Shuning uchun multivitamin kompleksni napasdan kechib yurgani yaxshi bo'ladi. Ham zalga umuman aloqasi yo'q odamlar ham bez konsultatsiya, bez vrachni yozuvusiz, raspitsiyasi uchun raspitsiyasiz ichsa bo'laveradi. Mana bitta urib beramiz a. Xo'p, hozir 128 kilo bo'lyapti. Bitta yuramiz. Уже bu rekord bo'ladi, agar hozir yarim kilo. Akalar rekordni oxirgi o'qimga yarim boks bo'lyapti. Yarim kilo o'tib, bismillah. Qani? La havla va la quvvata. Давай. Bosh. Rekord turdik. Rekordni yarim kiloga urdik, xudo xolasa. Qo'shamizmi? Qo'shsa bo'ladi. O'zimda kuch his qilyapman yana. Ha, u hozir video olinayotganda bir sura aytdim-ku, boshda bir sura ketadi. Qancha? 2,5 dan qo'shaylikmi? 2,5 dan qo'shsak ham bo'ladi-da. Nima? Keyin sizni bu sportga qanday kirib qoldingiz? Qanday bo'lib kirib qoldingiz? Bu sportga kirib qolganim sababi meni eng katta turtkim bo'lgan bu meni otam. Meni dadam Martaka desa ko'pchilik taniydi. O'zi sportchivari, sport, ya'ni Qorasuvni sport komiteti direktori bo'lib ishlagan, deputati bo'lib ishlagan, odamlar oldida ko'p hurmatga ega bo'lgan inson. Meni otam meni yoshligimdan shu barbaga qiziqtirgan. Barbada o'zim Qirg'izistonda 2 karra chempioni bo'laman. Sredi молодежь yunishlardan U15 dan Qirg'iziston 2 karra chempioni va Osiyo chempionatiga Bahrayn, Arabiston, Saudiyaga borib prizori uchastniga bo'laman, qatnashib kelganman. U yerda men 5-o'rinda olganman. Pedestalga ilashmaganman. Общий kategoriya o'zim 85 kg qatnashganman. Nechta nima bo'lgan? U yerda chempionat Aziya bo'lgan. Xo'p, 17 ta mamlakat qatnashgan. 17 ta mamlakatning ichida o'zim 85 kg kategoriyasida 5-o'rinda olganman Osiyo chempionatida. Va undan keyin o'zim seriozniy travma olib yelkadan. Shundan keyin 1 yilga sportni yig'ishtirganman. Shundan keyin natijalarim tushib ketdi-yu, buyog'i Allohdan xudo xolasa yana harakat qilamiz. Yana o'zimiz progressga qaytdik sekin. Barba bilan powerlifting sportini olib ketyapmiz kilosini hozirda. Inshaalloh kelasidan illyustrasiya qilishga hali aqlimiz yetyapti. Harakat qilamiz, qo'limizdan kelganki hamma harakat qilamiz. Barba eng yaxshi sport turi bo'ladi. Bilmayman nimaga ko'pchilikdan qaysi sport turi yaxshi desa, ko'pchilik boks deydi-yu, lekin meni o'zimning shaxsiy fikrim eng yaxshi sport deb o'ylayman barbani. To'ppa-to'g'ri. Hamma yo'q. Yoshlarda, ayniqsa kichkina bolalar, bu как bolalarda o'sishligi uchun gimnastika bo'ladi. Bola tezroq rivojlanishi. Barbada yosh bolalarimiz ayniqsa aqlan o'zlariga ishonmagan, neuverенный bo'lgan bolalar ish oshini oshiradi. Ya'ni bizda kurash erkin kurash. Erkin kurashda ikkita bolani o'rtaga chiqarib qo'yadi va ikkalasi bir-biri bilan kurashadi. U yerda bola o'zi bilan o'zi fikr qilib, hujum qilib, yiqitish kerak va bosib yutish kerak sopernikini. Va o'zida fikrlash hissi bolada kuchayadi. Shuning uchun barba yoshligidagi birinchi o'rinda любой sport turini boshlanishi barbadan boshlash kerak. Hozir ko'p pro sportmenlarda qarasanglar, boshlagan sport turi yoshligida barba bo'lib chiqadi. Barba bilan u yog'ini boshqa sportga ulab ketaveradi. Barba bolalarni sportni boshlanishi barba bo'lishi kerak. Meni o'zim fikrim bo'yicha. Yaxshi. Ishlaymizmi? Amallaylik. Yo'q, amal oldik, ishlasak bo'laveradi. В принципе, bu уже 133 bo'lyaptimi? 133 kilo bo'lyapti. Xudo xolasa, endi bu yangi rekordga men keluvdim, mana shu rekordga 5,5 kilo qo'shib xohlasa.
keyingi chempionatga juda bor yutib deyapti. Inshaalloh taylanyapmiz. Bismillah. Ket. Давай. Давай, сам, давай. Мощный. 133 kilo. 133 kiloni 88 kiloga 133 kilo yangi rekord qo'ydik. Yangi rekord. Qo'shmaymiz-a bo'ldi. В принципе yetadi. Da. 133 kilo bo'ldi. Biz hisoblab yuramiz trenerlarga borganimizda. Siz hozir nimada ikkinchi o'rindasiz? Ha. Nimada shu trenerlar orasida, biz borgan trenerlar orasida birinchisi nima bo'ldi? Doston aka bo'ldi, 175 kilo urdi. Mashalloh, ha. Ikkinchisi siz 133. 133. Undan keyin Komiljon bor, Mujohiddin aka. Ular Komiljon 100 urdi. Aha. Bu yoq zal qilmay ketgan paytda borib qolibmiz. 100 urdi. Mujohiddin aka o'zi u yoq 150, 160, balki 200 ham urib yuborar. Bu yoq 100 kiloni nimaga urib berdi? Kolичествоga urib berdi. 20 bit urdi, rus rejim qilib. Chempionatda o'tib ketishim kerak, chempionatga borib 29 tur qo'ydi. Menda 20 bit ham 22 tur urdi. Ko'rdik, xursand bo'ldik. Mujohiddin aka menga как trener akam qatori bo'ladi. Ustoz qatori menga ham ko'p maslahatlar beradi bu sport turi bo'yicha. Hurmat qilaman. Ko'rib xursand bo'ldik biz ham. Ha, birinchi o'rinda olib keldi. Mirda 29 ta 100 kilo urib, bu hazakan emas, endi zalga chiqib yurganlar biladi. Chiqmayotganlarga mana 130 kilo ozga o'xshaydi-da, haligi 130 kilolar ko'tardi. Shuni ham oldiga olib, videoga oldingmi deganlar bo'lib qoladi. Ichidan o'tadi yozmasa ham. No, aytib qo'yishim kerak, bu naturalniy odamga, bu yoshga 130 kilo hazakan emas. Sizlar 100 kilo qo'yib ko'ringlar, hayollardan o'tgan odamlarga tegishli bu. Prosta 100 kilo solib ishlab ko'ringlar. Ketadimi yo'qmi? Xulosa qilib olasizlar o'zinglar. Buni tugatdik. Endi turnik o'tamizmi yo bitsmi? Turnik o'tsak bo'ladi, keyin oxirida bitsiz qo'shib qo'yamiz. Bo'laveradi, turnikga unda. Hop, biz turnikka o'tdik. 133 kilo. O'zining rekordiga 5,5 kilo qo'shib yubordi. Ancha xursand tashin uchun. Turnik xohlagan joyingizdan ushlab, xohlagancha tortinasiz. Aha. Lishbi ko'p bo'lsa bo'ldi. Aha. Qani bismillah. Amal oldik, ishlasak bo'laveradi. Men tepaga chiqib ishlasam, bo'lib udobniy bo'ladi. Shuni o'rganganmiz. Bismillah. Yigirma to'rt. Yana bitta. Mo'sh. 25 ta turnik bo'ldi. Vesga normalniy deb o'ylayman, u anchunchasiga emas. O'ziga yoqqan упражнение, qaysi eng yoqadigan упражнение o'zingizga? Menga eng yoqadigan упражнение bu jim bo'ladi. Jim, ha? Jim. Yoshligimdan beri eng постоянно ishlab kelayotgan, umuman bezatkaz, даже haftada через ishlab qo'yaman, jim bo'ladi. Ha, nima? Endi xuddi teskarisi o'zingizga umuman yoqmaydigan упражнение, lekin siz uni ishlashga majbursiz. Qaysi упражнение bormi yo'qmi? Bor. VPD deb qo'yadi. Ayollar uchun bosishlik, ya'ni o'zingizga bo'lgan maksimal toshni olasiz. Agar biraklarni kislari chidamay qo'yadi. Lampa ulab oladi. Ulab olib turib, maksimal og'ir vaznni ushlab olib turib, VPD qilib tashlanadi. Bu bizga mana bu yerda bitta nyuans bor. Orqadagi tizza yerga tegishli kerak. Ko'pchilik tegizmaydi. Shundagina более упражнение to'liq ishlangan bo'ladi. Ya'ni keyin oyoq tashlashlikda ko'pinchasi mana to'rga tashlab qo'yadi. Shu xato. Oyoqni более yayroq tashlash kerak, чтобы travma bo'lmasligi uchun. Bitta u yoqqa, bitta u yoqqa. Ha, to'g'ri. Ya'ni mana kameraga olayotgan bo'lsak-a, ya'ni toshni ushladigan masalan, mana yoqqa tashlaymiz, im orqadagi tizza tegadi обязательно. Yerga bir tegib turib ko'tarilishi kerak. Ikkinchi oyoq уже mana yoqqa uchadi. Tegadi. Yana 10-chi oyoq bu yoqqa ketadi. Ashuna qilib bir podxodda 40 qadamdan 60 qadamga chiqsa bo'ladi. Eng yoqtirmaysiz, lekin ishlashga majbur. Yoqtirmayman, lekin ishlashga majbur bo'lgan упражнение shu bo'ladi. Eng qizig'i menda ham shu. Eng qizig'i shu menda. Bu упражнение почти deyarli 80% fitness ishlaydigan, da, ayniqsa qiz bola atletlarning eng yoqtirgan упражнениесі bo'ladi. Ular bizdan ko'ra ko'proq biz verx telo deb qo'yadi, ya'ni tepamizni prokачать qilishimiz kerak. O'g'il bola kamroq ishlaydi упражнение. Qizlar bo'lsa, na постоянку pastcha низ telo deb qo'yadi, ya'ni oyoqni qachат qilishadi va упражнениені na постоянку ishlaydi, lekin eng yoqtirgan упражнениесі shu bo'ladi. Chunki ertasi kuni biladi-da. To'g'ri. Aya mana ketib qolishadi. Biz bitsga o'tdik, 25 ta bo'ldi. 25 ta bo'ldi. Xo'p, siz hozir ashunda turnirda ham ikkitasidan o'tib ketdingizmi? Yo'q, Mujohiddin akadan o'tibsiz turnirda. Mujohiddin aka 27 ta ishladi, aka, apomisa. Travmaz bor edi bilamiz, lekin mayli. 25 ta, ha? Aha. Jimda Mujohiddin aka bilan
Komiljondan o'tdingiz. Aha. Turnirda Mirjon akani o'zidan endi bitsepsni ko'ramiz. Bisepsga o'tamiz. Bizda yana bitta nyuans aytib qo'yay, esdan chiqib qolmasin. Hozir 30 deyotganimga konkurensiya bo'lib qolmasin. To'ppa-to'g'ri bu. Nima emas. Haligi kimdan o'tishga, bo'lmasa yaxshi trener degan gap yo'q. Misol uchun bu bola 500 kiloni ko'tarishligi mumkin, lekin hech bo'ladi bilmasa, bu yaxshi trener deyilmaydi. Shuning uchun birinchi o'chirda bilimga qaranglar. Formaga ham emas, bilimiga. Keyin yaxshi bo'ladi deyman. Aytib qo'yilish to yana ko'pchilik trenerni unaqa tashqi ko'rinishiga qarab tanlaydi. Bunday ko'radida qarasa прокачанный такой estetikniy ko'rinami, demak shu kishi ko'rmasam biladi deb o'ylaydi. Lekin odamni miyasida bor narsani ham bir qarab qo'yish kerak. U fitnessda nimalarni o'rgangan, qanchalik biladi, bilimi qaysi darajada. Trenerlar bor. Masalan, kimni aytsa bo'ladi? Ronnie Coleman trenerlari bor. Umuman o'zlarida birov ko'rsa sportsmen deb o'ylamaydi. Umuman sportsmenga o'xshamaydi. No, znaniya shu darajadaki olimpiskiy chempion bodybuildinglarni chiqaradi. Shuning uchun jismoniy tashqi ko'rinish emas, miyadagi narsa e'tiborga olinish kerak trener tanlashda. Shunga e'tibor berib qo'yasizlar. Keyin Ronnie Coleman deganiga esimga tushib ketdi. Qaranglar, shu chempionlarda ham treneri bor. U bilan men nima demoqchiman? Zalga mana shu kachkagami, fitnessmi, formani ushlab turish kerakmi, ozish kerakmi, semirish kerakmi? Birinchi o'rinda trener bilan bo'lish kerak deb o'ylayman men. Nimaga deganda, mana Ronnie Coleman deyapsiz, boshqa deyapsiz, ularda ham treneri bor. Bo'lmasa ular olimpiskiy chempion polностью, nimadan bo'lsa o'zini yo'nalishda chempion, lekin ularda ham treneri bor. Chunki treneri bo'lmasa, misol uchun meni trenerim o'sish bo'lmaydi. O'sish ham bo'lmaydi. Zalga kelamanda bunday qarayman, bugun VPD qilgim kelmayapti, oyoq kuni. To'ppa-to'g'ri. Qilmay qo'yaman. To'ppa-to'g'ri. Agarda men trenerim bo'lsa, shapaloqni bir uradi, davay. Majbur bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Shunda o'sish bo'ladi deb o'ylayman. Sizda qanaqa? Xuddi shunaqa, meni ham o'zimni trenerim bor, постоянный unga jo'natib turaman, menga programma tuzib beradi, ayniqsa sfera bo'yicha, fitness sferasi bo'yicha. O'zim hozir danno время sushka jarayonidaman. Buni meni подписчиklarim biladi. Istoriya qo'yib turaman, tempo pitanyalarim, ertalabki kardiolarimni qo'yib turaman. Pitaniya ham tuzib berayotgan, BJUlarni tuzib berayotgan va fitnesslarimga qarab beradigan trenerim bor. Постоянный kontrolda bo'lamiz. Xuddi shunaqaki, siz aytmoqchi, trenerlar ham aytyapsiz, professionalniy bodybuildinglarda trener bo'ladi deyapsiz. Любойki professionalniy yoki o'ziga qaraydigan odamki ming zaniyasi bu soha bo'yicha zo'r bo'lmasinki, uni ham trener bo'ladi. Agar u asha trenerni, asha выступающий atletni treneri u ham professionalniy sport bilan shug'ullansa, uni ham treneri bo'ladi. Xuddi shunaqa, любой professionalniy shuni shug'ullanayotgan odamni treneri bo'lish kerak o'sida. Treneri bor-da. To'ppa-to'g'ri. Lekin siz bu yerda trenersiz-a? Bu yerda trenerman. 4 yil bo'ldi. 4 yildan beri fitness sohasida shu yerda trener bo'lib ishlayman. Как dietolog, odamlarning dietasini tuzib beraman, BJUlarni qarab beraman. Gormonlar bilan ham ishlashyapman. Xudo xolasa buni ham o'rganyapmiz. Endokrinologik. Nima? Shu gormon deganingizga esimga tushib qoldi. Eng vaslamnom, eng kerakligi 3 ta. Qanaqa gormonga toshirish kerak? Aslında. Eng kerakli gormon, agar naturalniy atlet bo'lsa, общий анализ крови на постоянку, общий анализ мочи и eng kerakli bo'lgan gormon vitamin D'larga qarab qo'ysak bo'ladiki, somotropniy gormon. Agar bo'y o'smagan, bo'y o'smay qolayotgan odamlar bo'lsa, uni yoshi agar периодически zona rosta deb qo'yadi. Zona rosta qilmagan bo'lsa, somotropniy gormon degan analiz bor, laboratoriyada bo'ladi. Borib topshirib, ashuni o'lchab, ashunga qarab, sizlar zona rosta yopilganmi, yopilmaganmi tekshirib, bo'ylarni yana ham o'stirib olishingiz mumkin. Uni qanday o'stiraman desanglar, podдержкаga vitamin D3 bor, vitamin rosta deb qo'yadi. Agar bo'yli kuchliroq, rezultat yaxshiroq beradigan desangiz, somotropniy gormon ukollari bor, lekin ularni только под назначению endokrinolog. Endokrinologni nazorat ostida и bitta kursimiz iloji boricha o'zini endokrinolog tuzib beradi. 4 oy, 5 oydan boshlanadi minimum. Shunda bo'yga ta'sir qilsa bo'ladi. Bo'y o'smay qolgan, bo'y tarafini rivojlanmayotgan bolalarni agar genetik predel yopilmagan bo'lsa, shunaqa qilib bo'yni o'stirib olsa bo'ladi. Hozir siz sushkadaman dedingiz. Qancha vес tashlamoqchisiz? Mana sushka degan yana hozir qancha vес tashlamoqchisiz savol beryapti. Ayt savolga qo'shimcha qilib qo'yaman. Sushka qilayotganda vес sushkadagi odamniki o'zgarmashi ham mumkin. Ya'ni yog' ketadiki, mishsalari yana ham masalan meniki sushkaga rekompozisiya qo'shilib ketib qoladi. Mishsalar sushkada biraglanib o'sib ketadi hattoki. Shunga masalan aytsam bo'ladi, men hozir ko'rinishim aytaylik diametrim bu yerda 120 ga 90 chiqsin, sushka qilib 70 ga 100 qo'ysam ham tarozida 2 kilo razilika qolishi mumkin. 2 kilolar, masalan 10 kilo 20 kilo emas, masalan ozishga o'xshab 2 kilo razilika qolishi mumkin, lekin sushka tanada vizualniy ko'rinish bo'ladi. Shuning uchun bu yerda sushkada nimaga e'tibor beriladi? Vesga emas, birinchi aynakka qarab o'ziga e'tibor beradi и santimetr bo'yicha yana yaxshi bo'ladi. Agar taliya bilan bidra окружностьda kichkinayaptiki,
значит siz sushka qilyapsiz, hamma yoq to'g'ri ketyapti. Ha, men nimaga necha kilo tashlamoqchisiz, qanchaga tushmoqchisiz deb so'radim atellardan. Chunki sushka qilayotgan odam birinchi o'rinda vesga qaramaydi. Tarozidagi ves umuman ahamiyatsiz bo'ladi. Bu yoq aytmoqchi, to'liq aynak. Ko'rinish katta ishligi mumkin, bo'lmasa kichkina aymoqchi bo'lsa kichkina ishligi mumkin. Ves o'zgarmaydi. Men ko'pchilikka misol uchun men ves katta vesdan tushganligim uchun mendan so'raydi-da, mana-manalarni qiling deyman, vesim tushmayapti-yu deydi-da. To'g'ri. Xuddi o'sha odamga siz aytganday qildingiz. Bu yerda ves emas ahamiyatga ega, bu yerda ko'rinish. Ko'rinish o'zgaryaptimi? Misol uchun 80 kiloli odam ko'rinishi o'zgaryapti. Ko'rinishda bo'lishi mumkin. Ha. To'g'ri. Lekin ves tushmayapti. Tushmayapti. U уже sushka bo'lyapti. U naborot yaxshi. Misol uchun tarozida bir kun chiqsangiz 80 chiqib, ertasi kuni 70 chiqib qolish u qiziq emas. U tarozi 50 ni ko'rsatib turishligi mumkin, lekin sizning ko'rinishingiz 150 kilo bo'lishligi mumkin. To'g'ri. Tarozi umuman qaramaysizlar. Iloji boricha mana shu aynak, shunda turib qaraysizda o'zingiz aldamaysiz, qayeringiz kichkina, qayeringiz katta, o'zingiz yaxshi bilasiz. Shunga qarab ishlash kerak deb o'ylayman. Biz ancha dam olib qoldik. Endi bitsepsga o'tamiz. Bitsepsga. Hop, biz bitsepsga o'tdik. 25 ta turnik bo'ldi. Endi biceps ko'ramiz. 25 kilo. Ana bismillah. 25 kilodan boshlaylik. Ha. Bismillah. Biz nima qilganligimiz hisobidan ko'p urish shart emas. Aha. Rasmga qo'yasiz bu. 15, mana 10 dan 25 kilo. Men qarab olasiz. Katta bismillah. Qanaqa programmada ishlaysiz? Meni programmam iloji boricha har kun ishlashga harakat qilaman. Men yoshligimizdan o'zi 2 mahal, 3 mahal trenovkaga o'rganib, organizmni talab qilib turadi. Biz trenovkani iloji bo'lsa qoldirmasga harakat qilamiz. Kunda ishlaymiz. Но в основном физическая нагрузка, силовой ayniqsa, через день ishlanadi, haftada 3 kun. Понедельник kuni split programmada ishlayman. Ertalab понедельник, значит, grup bilan triceps, ya'ni qo'l orqasini qo'shaman. Grudga 4 упражнение, 4 подходdan 16 подход, и трицепsga 4 подходdan 3 упражнение, ya'ni 12 подход. Shunday qilib bu понедельник kunimi programmasi. Keyin sreda kuni ishlanadi. Sreda kuni men bel ishlayman, ya'ni spinaga bitsepsni qo'shaman. Nimaga desa, spina ishlagan kun biceps o'zi sama собой qo'shilinadi. Ya'ni любое сокращение bo'lgandaki biceps ishlaydi. Klassikada o'zi hammada shunday. Xuddi shunaqa. Ashunga men split qilib, spinaga biceps qo'shib ishlayman. Oyog'i bilan yelkamashina. Da, juma kunga oyog'ini men o'zim barba bilan постоянно shug'ullanganim uchun biz barbamiz oyog'imiz постоянно harakatda bo'lib turadi, развитый. 2 haftada bir, 3 haftada bir ham ishlab qo'yaman. Juma kuni ko'proq yelka bilan trapetsiyani qo'shmayman. Trapetsiyaga ko'proq e'tibor beramiz. И bo'yin. Bo'yin. Shunda split ekanda programma. Split qoladi programma. Qanchada bir o'zgartirib turish kerak? Nima deb o'ylaysiz? Programmani yo'q, o'zgartirish kerak emas. Qachon o'zgartiradiki, o'zi bitta programmani ushlab olib, o'zi rezultat ko'ryaptimi? O'sish bo'lyapti, shu programmani mahkam ushlab, shu programma bilan только упражнениялар, ba'zi упражнениялар faqat vesini og'irlashtirib ishlash kerak. Vesini og'irlashtirsaki, o'sish bo'ladi. Bitta упражнение ishlayapti, o'sib bo'lgancha almashtirish kerak emas. Masalan, bu hafta aytaylik jim urdi. Yana hafta razvodka ishlayapti. Bo'lmaydi. Jimni o'zini, masalan, bu hafta 20 ishladimi, keyingi hafta 22,5, 25. Shunaqa qilib o'stirgan sariki mishni gipertrofiya bo'ladi, mishsa o'sib boshlaydi. Shuning uchun bitta упражненияni na постоянку подходni og'irligini ko'tarib ishlash kerak. Qachon o'zgartiradi? Har yarim yilda, 6 oyda, 8 oyda bir almashtirib tursa bo'ladi. Men almashtirgan упражнениясini ham uni ham keyin ushlash kerak. Uni ham na постоянку og'irlashib ishlash kerak. Shunda o'sish bo'ladi. Men ko'pchilik bor, hali trenerlar har xil 2 oyda bir o'zgartiradi, 1 oyda bir o'zgartirib qo'yadi deydi. Shular nimaga unaqa qiladi? Nima deb o'ylaysiz? Hammani o'zining podachasi har xil bo'ladi. Meni tushunigim bo'yicha bitta упражненияni faqat og'irligini og'irlashtirib ishlash kerak. Shunda o'sish bo'ladi. Masalan, men ham упражненияларым bazovoy, hammasi bir xil. Jimdan boshlayman. Xo'p, birinchi brusiya, потом jim, потом nima uramiz? Tushundim. Hammer ishlaymiz. Hammerdan keyin razvod ko'p упражнение обязательно mussalarni bir cho'yib olishlik uchun. И undan keyin gantellar ishlanadi yoki razvodka yayib, bo'lmasam обычный наклон skamyada jim qilinadi gantellar bilan. Ya'ni ba'zi упражнениялар faqat og'irligini oshiramiz, kolичествосini oshiramiz. Keyin mnogopovtorka, malopovtorka degan narsa bor, tushunlik bor. Shuni ishlash kerak. Ya'ni bir hafta kolичествоni 5 tadan 8 tagacha og'ir, maksimal og'ir ishlash. Birinchi обязательно разминочный подход. Разминочный подходda yengil ves bilan kolичествоga qizdirib oladi любой mышцani. Masalan, jimni biz hozir bugun boshlaganda vesni o'zi bilan grifni, pusta grifni o'zi bilan 40 ta urdik. Keyin 10 kilo, 20 kilo olib chiqdik. Shunaqa qilib razmishlik qilib o'zini maksimalniga chiqib qoladi. И malopovtorkada maksimal og'ir veslar bilan kolичествоni ozaytirib ishlaydi 5 dan 8 tagacha. Mnogopovtorkada
siloviy maksimum degan narsa bor. Siloviy maksimum, ya'ni o'zi ishlaydigan eng og'ir vес ashundan 80%, ya'ni 100 kilo ishlasa 80 kilo. 80 kilo ishlaydi-da, uni mnogopovtorkada 12 tadan 15 tagacha ishlaydi. Shunaqa qilib, ikkiosini cherat qilsa, o'sishi yaxshiroq bo'ladi. Mышцалari nimaga? Mnogopovtorkada katta крупный mышца o'sadi, mnogopovtorkada bo'lsa, malinki bizda kichkina mышцалар ham bo'ladi. Shunga ko'p atletlar e'tibor bermaydi. Faqat bizlar nimaga uradi? Maksimalkaga uradi, og'ir vaznda oz ishlaydi. Mnogopovtorkaga o'qib turish kerak. Чтобы katta mышцani, kichkina mышцani ham barobar o'stirib turishlik uchun. Bu gaplariga ahamiyat berib qo'yasizlar. Nimaga deganda 2 haftada o'tgan sarnavaniyadan уже bugunga 5,5 kilo jimga vес qo'shib qo'yibdi. Bu degani oyiga 8 kilo qo'shsin. Endi o'ylaylik, oyiga 8 kilodan jimga vес qo'shib tursa, 1 yilda qancha bo'lib ketadi? Endi to'g'ri, har oy qo'shilmasligi mumkin, lekin 2 haftada 5,5 kilo, balkim 7 kilo hamdir. Endi qanchadir kuch qoldi-yu barmi? 2 haftada 7 kilo silovoyni qo'shib qo'yish u juda katta. Misol uchun yangi chiqqan odam 50 kilo ishlab, keyingi hafta 60 ishlashligi mumkin, lekin zalda 1-2 yildan beri ishlab yurgan odamga уже 5 kilo vес qo'yib qo'yish уже katta hisoblanadi. Misol uchun kimdir 90 100 ni ura olmaydi umuman. Shu 1 yil chiqqandan beri mana 100 ketmayapti deb yuraveradi. Bu tashin singari mana 2 haftada 5,5 kilo qo'shib qo'ydi. Shu malapovtorka shu ag'irladi. Gapingizga qo'shimcha, xudo xohlasa o'zimga vizit tashlayman. O'tgan birinchi musobaqani 117,5 urdim. Bu musobaqani 127,5. Xudo xohlasa keyingi musobaqaga selim. Bu fevral oyida bo'ladi. O'zimiz O'shda chempionat, открытый chempionat. Xudo xohlasa 140 kiloga selib qo'yganman. 2 oy vaqtimiz bor. 2 oyda 12,5 kilo o'zimiz maksimumga qo'shib 140 kilo selib qo'yganman inshaalloh. Bundan keyin hamma 140 kilo bemalol ketadi, 133 ketdi inshaalloh. 140 ga sel. Endi bizni zaldagi ishlayotgan vesimiz bilan musobaqadagi ves ikkalasi juda boshqa. Bizda ko'pchilik tushunmaydi shuni. Yana aytadiki, hali musobaqaga chiqmaydi atletlar ayniqsa. Men 120 uryapman deydi. Lekin musobaqaga borsa ashbola faktik 100 kiloni ham ko'tara olmaydi. Потому что u yerda start stop o'zining komandalari bor. Komandani eshitish kerak. O'zini xo'p, pravilalari bor. Ya'ni oyoqni stopani qo'ydingmi, ko'tarmash kerak, jildirmash kerak. Bel uzilib turib, ko't bilan lopatka yopishtirish kerak. Ashuna narsalarga e'tibor bermaydi. Tazni ko'tarib yuborishadi. Pravilalar bizniki bez pravil ko'taradi. Bu yoqda biz oстановка degan narsa bor. Bu yoqda tushganda men ushlab turish kerak. Biznikilar tushiradiki, tegizmasdan ko'tarib qo'yadi. Ozgina, 30% ko'tarib, tushirib ko'tarib yuboradi. Urib ko'taradigani ham bor. Shu ag'ir vesni gup etib urib chiqib ketadi. Unaqa qilib ko'tarsa bo'laveradi. Qancha ves bo'lsa ham, lekin musobaqada bo'lmaydi-da. Aura umuman boshqa. Uni faqat qatnashgan odam biladi. Qatnashib ko'rdi, qatnashib ko'rgan odamki, to'g'ri tushunadi buni. Hozir mana 45 kilo bo'ldi. 45 kilo bo'lyapti, ikkinchi podxod. Bismillah. Men oxirgi musobaqada ko'targan vesim 90 kilo bo'ldi. 90 kilo bilan o'zimning vaznimda Master Sportni to'ldirdim. Ha, 90 ko'taribsiz-da, bor. Powerliftingda Pajomda biceps ekstremalniyada birinchi musobaqamdagilar Master Sportni normasini to'ldirdim. Xohlasa. Shunda hozir 65 bo'lyapti. Shunda 65 kilo bo'lyapti. 2 oyda 40 kilo tashladim dedingiz boya. Shunga hali ham o'ylanib yuribman. Mana videoda ham ko'rinib bilinib qolayotgan bo'lsa kerak, o'ylanib yuribman nimagadir. Qanaqa qilib uncha tez tashladingiz? Bu avvalo disiplina. O'zingizni kontrol qilmasangiz, ancha-muncha odamning qo'lidan kelmaydi. Odam o'zini majburlash kerak. Men yashaganimda shu aytganimdek, defitsit kaloriyaga e'tibor berganman, yegan ovqatimni. Masalan, men ratsionim belok bilan kletchatkadan e'tibor bo'lgan. To'lka. Belokka nimadan kiradi? O'zimizning go'shtli mahsulotlar hammasi. Mol go'shti, qo'y go'shti, baliqlar juda полезный jir hisoblanadi и belok. Shundaylar молочный продукты. Tvorog, sirlarga e'tibor berib qo'yish kerak. Sushkada iloji bo'lsa yemasin emas, yesin, lekin oz miqdorda, chunki uni kaloriyasi baland bo'ladi. Keyin tuxumlar ham juda полезный. Eng beloklar ichida omega kislotlari bizga eng kerakli bo'lgan produktlar bu tuxum bo'ladi. Tuxumda omega 3, bizga kerakli bo'lgan vitamin D3, hamma полезный jirlar, полезный vitaminlar nimada tuxumda bor. Shunaqa qilib, kardio nagruska berganman, постоянно. Kardioni yugurib bermash kerak, ko'pchilik bizda yugurib qo'yadi. Yugurganda nimaga yugurib berib bo'lmaydi? Yugurganda puls ko'tariladi odam. Puls ko'tarilganda odam tez charchaydi, uyga borgandan keyin, oshxonaga kirgandan keyin zalda ketgan kaloriyasini oshig'i bilan yeb qo'yadi. Keyin go'shtdan yuboradi organizm yugurganda. To'g'ri, mышцаdan olib qo'yadi, uglevoddan olib qo'yadi, jirimizga tegmay qo'yadi. Shuning uchun puls tushash kerak. Puls 120 dan 130 gacha bo'lish kerak. Shuning uchun vesashayotgan odamlarga maslahat berardim. O'zingizlarga smartwatch, anaqa elektronniy soatlar olsanglar, puls o'lchab turadi. Pulsga qarab 120, 130 tire pulsda yursanglar, serse beynida. Shunda eng zo'r jiratopka bo'layotgan bo'ladi, jirajigani bo'layotgan bo'ladi. Bigoyda 6 qanaqa tezlik? Tezlikda men maslahat beradiganim eng sekini, tezligini farqi yo'q. Podiumni ko'taramiz, tezlik 6 bo'lsa bo'ladi. 6 dan past уже.
6 и 8 kerak. 8 dan baland ham kerak emas. Uje odam tez charchab qoladi, ansirab qoladi. Men aytganimdek boyagina abjiratsiya qilib yuborgandan keyin birdan qo'yib yuboradi. Undan ko'ra умеренный tezlikda, o'ta sekin ham emas, быстрый ходьба degan tushunlik bor. Быстрый ходьбада sal подъемni ko'tarib oladi-da, подъемlar go'ri deb qo'yadi. Ana podachada ketaveradi. Hozir bu gapni men chista ketmoqchi tushuntirib beraman. Yaxshi ko'raman ketmoqchi tushuntirishni. Qo'polroq-u, lekin qonlilar rosa og'rib ketadi-yu. Qonni olib ketadi, hojatga borish kerak. Yugura olmaydi. Tez yurish kerak. Xuddi shunaqa tezlikda yurasizlar-da bego'yda. Shuni o'lchab olasizlar. Misol uchun kimdir oyog'i kichkina 5,5 unga yugurishga to'g'ri kelib qoladi 5,5 da. Kimdir oyog'i katta har xil bo'ladi-yu vasiyat. Bego'ylarda ham nimasi har xil. To'g'ri. Shuning uchun o'zingizlarga qarab, rosa qorninglar og'riyotganda yugura olmaysizlar, lekin tezda yetib olishinglar kerak. Xuddi shunaqa tezlik deyapti bu yoq. Adashmasam, to'g'ri. Hozir mana 65 bo'ldi. Buni 65 kilo bo'lyapti. Ikkita qilib ko'ramiz-a? Ikkita harakat qilamiz, xudo xolasa. Bizni manonimiz jicha ishmasroq bo'lib qolyapti. Ha, bu trenajyor bizga yangi kelganligi uchun. Ha. Toshlarni ularni hali to'g'rilaganimiz yo'q. Xudo xolasa keyingi intervyularimizga mos tayyor qiladi. Mana buni ham to'g'rilab qo'yamiz. Nimasini aytib o'tib ketaman. Bu yoq rekordlarni buzyapti. Balkim hozir 100 ham ko'tarib qo'yar. Sarnavaniyada 90 ko'tarib. Mosh. Yana bitta. Mosh. Bola. To'g'rilab qo'yasiz. Qo'shamizmi yo qanaqa qilaylik? Qo'shamiz. 65 yaxshilab ketdimi? Yaxshilab ketdi, yana 10 kilodan qo'shsak bo'ladi, 20 kilo ya'ni. Shunda 85 kilo bo'lib aytish kerak, bilotni qaytish kerak bo'lyapti. Qanaqa bo'ladi? Oz ekan odam defitsit kaloriya qilsa bo'ldi. Sushka qilayotgan odam siz men tushunadigan tilda gapirib qo'yapsiz-da, defitsitni. Aha. Uni ellarga tushuntirish kerak. Xo'p, qayda tilda tushuntirganda, yeyotgan ovqatinglar, qilayotgan harakatlardan ko'ra buni o'zingizlar bir ijod qilsanglar yaxshi bo'ladi. Elektronniy tarozilar bor. Ya'ni pilometrga kirib turib, fat secret degan narsa bor. Fat secret o'zingizlar ko'chirib olasizlar va yeyotgan ovqatinglarni o'sha yerga вписать qilasizlar. Ya'ni kirizasizlar. Допустим, o'zini menyulari bor. Завтрак, обед, ужин и перекус degan menyusi bor. Kirasizlarda, masalan, ertalabga omlet 3 ta tuxumdan, 3 ta tuxumni kirizasizlar, uni to'g'rib yesanglar, 1 choy qoshiq olivka urmaslar. Qo'shsanglar, umumiy kaloriya chiqib beradi. Lekin men hozir siz gapingizni bo'ldim, o'zi. Shunga nimagadir ishonmayman-da. Sabab nimaga desangiz, misol uchun bizda uyda ovqatlanamiz, restoranda emas, kafeda emas, ko'proq uyda. Uyda misol uchun kimdir bir cho'mich yog' qo'yadi, kimdir 1,5 cho'mich qo'yadi, lekin suratga bir xilda chiqadi-da hammaga. Shundizda men nima demoqchi bo'laman? Misol uchun tuxum dedingiz-ku. Tuxumni ham suratini hozir programmalar juda ko'payib ketdi-da. Kim bo'l искусственный intellekt bor programmalari. Rasmga olasizki, sizga общий kaloriyasini chiqarib beradi rasmda hisobida. Lekin siz uni qancha qo'yganingizni ular bilmaydi, lekin taxminan qilib chiqarib qo'yadi sizga. Masalan, aytaylik, bir cho'mich qo'ysangiz ham bir qoshiq qo'yish deb aytib qo'yadi. Siz ashuni aytyapsiz. Endi men aytayotgan narsam, men elektronniy приложениyalarda har xil kalkulyator ishlatib ko'rganman o'zim ham. Siz aytayotganlaringiz bu rasmga olinadi, rasmning hisobiga sizga umumiy kaloriyasini chiqarib beradi. Endi men aytayotganim bu бесплатный, ручной, offline приложение, Fat Secret deb qo'yadi. Kirasizda rasmga olmaysiz. O'zingiz ruchnoy, o'zingiz qo'lingiz bilan kirib, допустим, masalan 3 ta tuxum chaqdingiz, 3 ta tuxum deb yozasiz. O'zingiz bilasiz qancha qo'shganingizni. Bir choy qoshiqmi, bir choy qoshiq qo'shdim deysiz. Ashuna qilib qilasiz, sizga umumiy kaloriyasini chiqarib beradi. Hozir bu yoq aytyapti, bitta narsa bor yana. Siz hozir aytdingiz-ku, men siz bilan talashkim yo'q, videoda aytishga niyat yo'q. Lekin biz ko'proq misol uchun endi avsnamdan osh yeymiz, misol uchun sho'rvich falan, mastava bo'ladi, qanaqadir makaron bo'ladi. Biz qancha qo'shganimizni bilmaymiz-da unga. Sheri bor. Siz hozir aytayotganingiz o'zingizga o'zingiz ovqat qilishni aytyapsiz-da. Oila bilan yeyotganlar qanaqa qilishligi mumkin? Misol uchun ularga berganini yeydi. Ularniki chiqmaydi. Ular qanday qilsin? Ularga maslahatingiz nima desangiz, ular iloji yo'q, o'z ovqatini o'zi tayyorlash kerak, uydagilarga aytib, qancha qo'shtirganini gram o'lchash kerak. Bu yerda bir gramlar bilan ishlanadi. Sushka qilmoqchimi? Professional podxod qilib, gram o'lchab. Ozmoqchi bo'lsa ham, agar siz aytmoqchi, shunaqa jaydar o'zimiz osh bilan nima qilishadi, ular o'zini nimasini ovqatni tayyorlamaydi desangiz, ular nimaga o'tsin? Nimaga o'tsin? Niskouglevodiy diyetaga o'tsin, ya'ni ko'proq o'zimizga go'sht yesin, parno yesin, xullas qovurib yemasdan qaynatib yeylar ovqatni. Masalan, aytaylik, guruchni ham dimlab yesanglar bo'ladi. Bemaza bo'lib qoladi-yu desanglar, priprava qo'shinglar bemalol. Yo'q qo'shmaysizlar, priprava qo'shinglar bo'laveradi. Spetsiyani sushkada, ya'ni ozishlikda nimasi yo'q. Minusi yo'q. Sushkada endi tuzni ham e'tiborga olish kerak, tim более подготовительный профессиональный бодибилдинг bo'lsa, musobaqa yaqin payt уже tuz ham 1 gram tuz 400 gramgacha suv chopib qoladi, 1 gram tuz.
shunda tuzni ham уже sotib olinadi. Lekin biz o'zimizda jaydar odamlar ozmoqchi bo'lsa, tuz pripravotdan umuman qo'rqmanglar. Muhimi ovqatni parnoy qilib qaynatib yeylar, ko'proq sabzavotlar yeylar. Kletchatka. Nima foyda taraf bor? Unda bizga полезный vitaminlar bor и чувство насыщения. To'yimlik hissini qiladi, da hazmni ham yaxshilaydi, metabolizm, ya'ni metabolizm kuchaytirib beradi. Mendan yana qo'shimcha, ash ovqatlarni yeyganinglarda ham prosta ozmoqchi bo'lsanglar, so'shka emas. Prosta kichkina yemoqchi bo'lsanglar, to'ymay yeylar bo'ldi. Umuman. Misol uchun liboy ovqatni dakansa emas. Endi biznikilar bor-ku, tezda yeydi keyin. Что oldimdagi ko'proq yeb qo'ymasin deb turib, tezda yeydi. Sizlar iloji boricha mayda chaynab, ko'p marotaba chaynab, mayda chaynab shu. Og'izga solib chaynab, bir 34 marta, 40 marta chaynasanglar, shunda to'yishlik hissi oshadi sizlarda. Misol uchun, birodan qolib ketyapman deb chaynamay ham yuboradi-yu. Iloji boricha shunaqa qilmasdan ko'proq chaynab yesanglar, har doim ovqatdan yetib oshirib qo'yishinglar kerak. Qancha bo'lsa ham oshirib qo'ysanglar bo'ldi. Biznikilar oxirgi yalab choy qo'yib ichib qo'yishni yaxshi ko'radi-ku. Unaqa emasdan, prosta qolsin tagida ichsa bo'ldi. Shunaqa qilib qanchadir miqdorda olsanglar bo'ladi. To'g'ri, u ham to'xtab qoladi. Yana tushirish kerak qoladi. No, ashingacha olsa bo'ladi. Sog' qomaylik. Bizda 75 yo'q. Xo'p, bizda hozir 85 kilo bo'lyapti. 85. Ya'ni o'zim vaznimdan 3 kilo yengil. Bismillah, qani 85 kilo. Xudo xolasa nimada 90 uribdi. Bugun ko'ramiz, balki 95 ham urib olishligi mumkin. Bismillah. Давай. Bo'sh. Bitta yetar. Chuqurlab qo'y. Hop. Cho'ta yengil ketdi-yu. Yo'q, qiynaldik. Lekin xudo xolasa yana harakat qilamiz. Qancha qiladi? 5 kilo qo'shib 95 kilo qilaylik, oxirgisi yetadi. 95 kilo shunda bitta paputka qilib beramiz, yangi rekord bo'lib qoladi shunda. Musobaqada 90 kiloga ko'targanman. Rekordlarni buzyapmiz hozir. Shimda 5,5 buzdik, bunda ham 5 qo'shmoqchimiz. 95 bo'ldi. Xudo xolasa rekordlarni buzyapmiz-ku. Grifimizda ham joy qolmayapti. 5 qo'shisiga oxirgi rekordni res bo'lyapti, xudo xolasa. 95 kilo. Maksimal oxirgi podxodga. Yana bir marta qaytarib qo'ying. Natural bo'ladi. Ashelesdan chiqmasin. Bizlar. Qanaqa dam olaylik yo bosamizmi? Ozgina dam olib olamiz, sog'ingiz bo'lsa. Bo'ladi. O'zingiz haqingizda aytib bersangiz aka. Kun tartib qanaqa o'tadi? Hop, men o'zim student bo'laman. Apizeniya Islom institutida o'qiyman. 3-kurs talabasiman. Shu vaqtdagina hozir zalda fitness sohasida trener bo'lib ishlayapman, ya'ni powerlifting va fitness sohasi bo'yicha. Ko'p odamlarni ozdirishga, vес olishga yordam berganman. O'zimning shogirdlar bor. 130 kilodan 80 kiloga ozgan bolalar bor. To'g'ri, vaqt uzoqroq ketgan. Lekin ozgan shogirdlar, rezultatlarimiz bor. Qo'ldan keyin o'zim shogirdlarni chiqarganman. Onlayn-ki offlayn. Xo'p, bu tarafa vес olgan shogirdlarimiz ham bor. Rezultatlar o'zimizda bor. Bu sohasida trener bo'lib ishlayman o'zim. Qancha tushunigim bor. Nechagacha ishlaysiz? Xo'p, bizning zalimiz 4 da ochiladi. 4 dan kech paytga 11 gacha ishlaydi. Grafikimiz haftada 6 kun, dushanbadan shanbagacha, bozor kuni bir kun dam olamiz. Zalimiz har kun ochiq. Qorasuvda zal? Qorasuvda. Svetofordan bu yoq. Bu yerda Ruh Ro'zoxon hoji zali desam, Arbakan zali desa, Qorasuvdagi deyarli hamma taniydi. Zalimiz 2017 dan beri, fitnessimiz 2017 dan beri ishlab keladi. Kurash zalimiz bor, zalimiz ikkitash. Kurash zalimiz 20 yildan ortiqdan beri ishlab keladi va o'zimizda dunyo chempionlari, Osiyo chempionlari chiqarishga ulgurganmiz. Bu yoq aytdiki, ko'p vaqt ketib qolgan, oldinda turgan 80 ga tushgan 130 dan dedi-yu. Vaqt bu yerda prичём rol o'ynamaydi. Muhimi rezultat. Sabab vaqt o'tyapti. Misol uchun shu 130 kiloli odam harakat qilmaganda ham shu vaqt o'tyapti. 150 ga chiqib qolardi shekilli. Shuning uchun harakat qilaverasizlar, semroqmay ketganlar, ozolmay ketganlar. Biz boshlaymiz-a? Xo'p. Nasroyni yaxshi qilib, rekordlarni buzib boryapmiz. Harakat qilmasak bo'lmaydi o'tda. Biz ham oxir payt ozgina hozir hammada tarqalyapti, gripp bo'lib. Hamma buni virus gruppa A deb tarqalinyapti. Hozir deyarli o'zimizda Qirg'izistonda deyarli Bishkekdan tortib yukkacha polniy hammada tarqalgan. Shu qatorda biz ham oryapmiz. Ozgina endi lecheniyadan chiqyapman. Shuning uchun hozir sog'liq zo'r holatda emas. Men ham hozir lecheniya qilib, qo'ldan kelgancha oz berasiz, sizlar ular yaxshi. Ha, men ham shu oxirgi trenerdan keyin sizga mana o'rtada 1,5 oy o'tib ketdi. Sabab boshqa qattiq og'ridik. Bitta narsani aytib qo'yish kerak. Sog'lom bo'lib yurganingizda problemangiz juda ko'p bo'lar ekan. Men o'zim endi eshitganman u gapni, to'g'ri birodar.
ha deb o'tkazib yuborardim. Sog'lom bo'lsangiz problemangiz mingta ekan. Siz qattiq og'rib qoladigan bo'lsangiz, bo'ldi, hali problemalar ko'zga ko'rinmaydi, problema bitta bo'lib qoladi. Sog'liq bo'lib qoladi. Shuning uchun birinchi o'rinda sog'liq. Har doim endi hamma videoda birinchi o'rinda sog'liq deb yana bir marta aytib qo'yaman. Bu bizning fitnessda, mana fitnessga sizlar kelsanglar sog'lom bo'lgani kelasizlar. Shuning uchun veslarni orqasidan quyilamasdan, ag'ir vesga sirazi chiqib olmasdan, qanaqadir kimdir misol uchun tezda bo'lib ketasan, manoni ich deb qanaqadir nimalarni berishyapti. Umuman unaqalarga nima qilmasdan, sekin bo'lsa ham sog'lig'ingiz joyida bo'lgani yaxshi. Nima keragi bor haligi usti yaltiroq, ich qaltiroq deydi-yu. Ichingizdan yemirib boradi. O'sha sizga berayotgan qanaqadir preparatlari bor, endi kimyo, aytmay qo'ray. Ichini yemirib boradi odamni. Hamma jigarda qaror olar ekanda, hamma jigarda ertoradi, jigarga qaror olar ekan, pochka qolib ketar ekan. Pochka. Jigarda to'g'rilasa bo'ladi, atak pochka yo'q. Pochka keyin indamay o'ladigan nimalarga kiradi, a'zolarga kiradi pochka. Indamay shu ormay bir organda bo'ldi, shu tugatar ekan. Jigar to'g'rilasa bo'lar ekan, pochkani bo'ladi. To'g'ri. Shuning uchun pochkani ehtiyot qilasizlar, dozani oshirmaysizlar. Sizlar agar farma qilayotgan bo'lsanglar, senga mancha doza yetadi, bu dozada hech kim o'lmaydi deyishligi mumkin sizlarga farmani sotayotgan trenerlar. Mendan xafa bo'lmaysizlar. U doza bir xil doza. Umuman bir oy zo'r bo'lishligi mumkin. Keyingi oy haligi doza ish bermaydi, o'sha foydasi yo'q. Unga qo'shish kerak. Qo'shdingiz, keyingi oy yana qo'shasiz, shu bilan salom alaykum. Yo'q. Mayli, o'rgatsin, indamaymiz. Hop, biz oxirgi podxodimiz 95 kilo. Rekordga harakat bo'lyapti, xudo xolasa. Bismillah. Bol. 95, bismillah, rekord. Agar buni urib qo'ysa, nariyada 100 urib yuboradi. Davay. Xo'sh. Yo'q, tashakallah. Mayli. Qoldimi? Ha. Ichkari. To'g'ri. Bu nechuk ketdi? Bunga tegdimikan? Tez shekilli. Bu kerakli bo'ldi. 95 ketmay qoldi. 90 hisoblaymiz, ha? 85 ketdimi? Bundan oldingisiga 85 bo'lgan. 95 grifimizda joy bo'lmay qoldi. Shuning uchun keyin neudobniy bo'ldi. Atak ketdi. Endi videoni ko'rishinglar mumkin. Shu совсем zo'r. To'g'risi. Bo'ldi, shu bilan hisoblab qo'yamiz endi. O'xshi. 133 jim 25 turlik. Shunda 158. 158 ga 85 bo'ldi. 95 ketmay qoldi. 85 90 ni hisoblaymiz. 90 bu 25 115 imon 135 bo'lganda 250 bo'lardi. Shunda 248 bo'ldi. 248. 88 kiloda natural 248 kilo. Oyatullo. Rahmat katta.